Assalomu alaykum. Bugun pul psixologiyasini 17-bobiga ham yetib keldik. 17-bob nima haqida? Pessimizmga ruju degan bob. Bu pessimizmlik haqida. Optimizm va pessimizm degan gaplarni ko'p eshitganmiz. Optimizm nima? Bu oxirida hammasi yaxshi bo'ladiga, hammasi yaxshi bo'lishiga ishonish. Pessimizm esa bu oxiri hammasi yomon bo'lib tugashiga ishonish. Deb sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, shunaqa o'zi. Misol uchun, nega pessimizm jozibali? Ya'ni nega pessimist bo'lish yaxshi bu bobda? Kitob muallifi aytadi, chunki yomon prognozlar aqlli ko'rinadi, realistik tuyuladi va chuqur tahlillik eshitiladi. Optimistik fikr esa soddaroq ko'rinadi, orzuga o'xshaydi va kamroq dramatik beradi, kamroq drama beradi. Shuning uchun odamlar bozor quriydi, iqtisodiyot tugadi degan gaplarga tezroq ishonishadi. Evolyutsion sabab. Inson miyasi xavfni tez sezish uchun yaratilgan. Misol uchun nimadir tiq etib, bizning diqqatimiz ketib qoladi. Bu miyada bor. Agar ajdodlarimiz xavfni jiddiy qabul qilsa, tirik qolgan, e'tibor bermasa yo'q bo'lgan oldinlari. Shular bizga qolgan, miyamizda bor. Bu instinkt desa bo'ladimi? Shuning uchun miya yomon ssenariyga kuchliroq reaksiya beradi va yomon ssenariyga ko'proq diqqat qaratadi va yomon xabar kimdandir eshitsa, bor e'tibori bilan uni eshitadi yoki tinglaydi. Media va negativlik haqida gaplashadigan bo'lsak, yangiliklar asosan inqiroz, qulash, bankrotlik, urush haqida gapiradi, chunki qo'rquv e'tibor tortadi, yomon xabar e'tibor tortadi. Lekin asta-sekin o'sish, barqaror rivojlanish dramatik emas, shuning uchun kamroq gapiriladi va ularning prosmotrlari ham kam bo'ladi. Yaxshi xabarlarni prosmotrlari kam bo'ladi, yomon xabarlarga qaraganda. Haqiqat qanaqa o'zi? Tarixga qarasak, urushlar bo'lgan, inqirozlar bo'lgan, bozor qulagan, lekin uzoq muddatda iqtisodiyot o'sgan. Masalan, Apple yoki Amazon kabi kompaniyalar o'nlab inqirozlardan o'tib o'sgan. Ularda inqiroz bo'lgan. Eng katta hatto agar siz har yomon xabarga reaksiya qilsangiz, qo'rquv bilan sotib yuborsangiz, uzoq muddatli rejani buzsangiz, pessimizm sizni yutadi. Eng kuchli fikr qisqa muddatda yomonlik tez tarqaladi, uzoq muddatda esa optimizm yutadi. To'g'riroq optimist bo'lish haqida edi bu bob, ya'ni pessimizmga ruju qo'ymaslik haqida. Amaliy saboq: moliyada qisqa muddat bu shovqin, uzoq muddat bu trend. Eng boy investor shovqinni e'tiborsiz qoldiradi, trendlarga e'tibor beradi, uzoq muddatga e'tibor beradi. Eng kuchli o'zi investor. Moliyaviy muvaffaqiyat uchun shovqinni filtr qiling, uzoq muddatli fikrlang va qo'rquvni strategiyaga aylantiring. Nima degani bu bob o'zi nima haqida? Qisqa muddatli shovqinlarga e'tibor berish kerak emas deydi kitob muallifi. Optimist bo'lish kerak deydi. Misol uchun bu yerda yana bir misol keltiradi. Yaponiyani misolni keltiradi. Misol uchun 1940-yilda o'sha Yaponiya voqeasi, Ikkinchi jahon urushi Yaponiya yutqizgan. Qish 1946-yilda adashmasam kitobda yozilgan. Ocharchilik boshlangan, bitta insonga 800 kaloriyali ovqat to'g'ri kelgan. O'sha paytda 1946-yilda kimdir yaponiyalik inson yoki muallif chiqib turib, bizani iqtisodiyotimiz o'sib ketadi, dunyodagi top davlatlar qatoriga kiramiz, Amerikadagi ko'chmas mulklar bizga tegishli bo'ladi deb yozib chiqqanida unga hech kim ishonmasdi. Uni katta ehtimol bilan jinniga chiqarishardi, lekin hozir Yaponiyani ko'radigan bo'lsak, haqiqatda shunaqa. Ya'ni o'tda hech kim bunaqa pessimist fikrlamagan. O'sha paytda 1946-yilda va Yaponiyani menimcha o'zi ham kutmagan bu darajaga kelishini.
shuncha voqealardan keyin. Hop, bu bob asosan shu haqida optimizm, pessimizm farqi, solishtiruvi va optimizm yaxshimi yo pessimizm yaxshimi, shu haqida batafsil yozilgan. Bu bobda juda ham zo'r bob, o'qib 2-3 marta o'qishni tavsiya qilaman. 16-bob pul psixologiyasini. Va keyingi videolarda shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda bizda 18-bobni sharhlaymiz. 18-bobimiz bizda hamma narsaga ham ishonavermang degan bob ekan. Va kitob tahlili tugagandan keyin bizda insholarni shunchaki tahlil qilishga o'tamiz. Parallel muhitdagi insholarni yangi rubrikamizda boshlanadi. 2 videodan keyin 18, 19, 20 3 videodan keyin agar 4-video chiqmasa, yakuniy xulosasi chiqmasa kitobda, demak 4 videodan keyin yangi rubrika, yangi loyiha boshlanadi. Challenge'imni qo'llab-quvvatlasangiz like bilan xursand bo'lardim, chunki hali prosmotrlar 0. Lekin davom etib ketyapmiz. Har kuni video chiqyapti.